Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun men yana o'sha Azamatjon. Biz o'sha har doimgi o'tgan video qo'yib boryapman. Abror Muxtor Ali va uning shogirdlari ergashuvchi ilmi tolibi ilmlarining guruhida bahs qilib, suhbat qilib, bir ikkita tushunmagan savollarimga javob olish maqsadida guruhiga kirib savol berganman va o'shani orqasidan o'zimga turli tuman tuhmat bir balolar orttirdim va men vaholanki men hech kimda u yerda birovni tarafini olib kirilmagan va men savol berib kirganman xolos. Mana shu joizmi, mana shu to'g'rimi, qanchalik to'g'rimi, noto'g'rimi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa bir boshqa niyat yo'q edi. Biz 7-yanvar kuni men birinchi videoyimda u yerdagi guruhdagi odamlar faqatgina radikal fikrlovchi odamlar deb gapirganman. Va o'sha videoyimni ko'rgan o'sha guruhni admini Abbos aka menga o'sha kun kirganimda savol berdi. Sen nima uchun radikal deding? Bu yerda radikalmi? Hamma radikal-da bu yerda musulmon odam radikal bo'ladi degan jumlalarni keltirib men bilan bahs savol javob qilgandi. O'sha zapisni men tashlab bering deb rosa aytdim, tashlab bermadi va men chiqib ketganimdan keyin shoshib turgandim, chiqib ketdim va shundan keyin Abror Muxtor Ali bilan men haqimda suhbat bo'lgan. O'shani YouTube'ga qo'ygan ekan, o'shani hozir bir tahlil qilamiz, qani nima degan men haqimda. Suhbatlashaman deganlar. Iya, Azamatjon kelibdi-da. Azamatjonni ochdim men. Nima savolingiz bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim Abror aka kecha o'zi keling shu boshqa mavzuda va o'tgan mavzulardan hozir gaplashmaylik. Men sizga savolim islom dini bo'yicha beraylik, o'sha to'g'riroq bo'ladi. Islom dini o'zi nimaga targ'ib qiladi asosan tolerantlikami, radikallikami? Endi tolerantlik nima, radikallik nima hamma qabul qiladigan mezon qo'yib olish kerak, keyin javob bersak to'g'ri bo'ladi. Mana tolerantlik desak, siz tolerantlik, men tushungan radikallik chalkashib qolsak, unda bo'lmaydi. O'rtaga aniq mezon qo'yish kerak-da. Qaysi mezonga ko'ra radikal deymiz, qaysi mezonga ko'ra tolerant deymiz. Islom men bilishimcha tolerantlikka da'vat qiladi, radikallikni qoralaydi. Hop, yashang domla, juda ajoyib, to'g'ri aytdingiz. O'shani men ham aytdim. Kecha radikal bo'yicha Azamat o'zi radikal ekan dedim. Men nima uchun radikal so'zni ishlatdim? Sizga nisbatan ishlatmadim. Bilsangiz, siz ham bilmasdan turib menga qarab bu bola bunaqa dedi deb juda ko'p takrorlayapsiz. Vaholanki men sizni ko'p takrorlamayapman hech yerda. Men radikal fikrlaydigan odamlar bor dedim. Ya'ni men aytdimki ularga kecha o'sha guruhdagi admin bor ekan, Abbos aka dedim. Boshqa dindagi odam kelib dedim, menga nisbatan dushmanlik qilmasa, sening dining yomon, mening dinim yaxshi deb aytmasa, mening unga dushmanligim yo'q dedim. Bu endi radikallikka kiradimi meniki, tolerantlikkami? Tolerantlikka kiradi. U odam aytdiki, boshqa ma'noda misol keltiryapti-da menga. Men nimani yetkazmoqchi edim? Radikal fikrlovchilar bor deganim, bir ateist kelyapti, bir tangchi kelyapti, yo bir boshqa odam kelyapti-da, misolchilarni fikriga qo'shilmaganlarni yoki bizda manaqa desa, uni kalaka qilib, o'rtaga olib, haqoratlab ketadi-da. Mana shunaqa guruhdagi odamlar bor. U guruh siz aytyapsiz, menga hech qanaqa qayerdagi odamlar dedingiz. U guruhdagi odamlar shunaqa bo'lsa, men o'sha guruhga nisbatan radikal fikrlovchilar desam, sizga nima uchun tegib ketish kerak u? Ya chunki siz shunaqa deb xohlaganingizga gapiryapsiz-da, uni radikal demaysizda, johil deyiladi uni. Qanaqasiga o'zining fikrini ma'qullovchilar radikal deyilmaydimi? Faqat o'zining fikrini ma'qullovchilar. Yo'q. Radikal fikrlovchilar deganda unda nimani tushunasiz? Uni ta'rifi bor-da, radikal fikrlovchi faqat o'zinikini to'g'ri deyish bilan qolmaydi. Siznikini noto'g'ri deyish bilan ham to'xtamaydi.
Aytadiki, sen deydi, meni fikrimni qabul qilishga majbursan deydi. Mana radikalizm bu. Ya'ni jamiyatni tubdan hamma fikrni o'zgartirib, meni fikrimni qabul qilishga majbursan deydi. Ana bu tolerantlikka zid radikalizm deyiladi. Biz nima deymiz? Yuqorida mana bu Bek bilan gaplashganda necha marta gapirdim. Dinni hech kimga majburlanmaydi. Masalan, bir odam nasroniylikni tanlasa, tanlovi uni deyiladi. Tanlovi, uni dinini to'g'ri demayman masalan men. Noto'g'ri deyman. U aytsa ham aytaman, seni dining noto'g'ri deyman. Lekin tanlovini hurmat qilaman deyman. Misol uchun, ayni musulmonlarning ichida mana shu tolerantlikni ahli sunna ko'targani uchun Abu Salohlar bizga qarshi, Rashodlar bizga qarshi, Abdulloh Zuparlar bizga qarshi, bizni kofirlikda aytyapti. Aynan mana shu gap uchun. Masalan, yangi yilni diniy bayram emas, bu ijtimoiy bayram deyapmiz. Radikal bo'lmaganimiz uchun. Bir nasroniy qo'shnim bo'lsa, dinini 25-yanvar kuni yoki 7-dekabr, 8-dekabr kuni Rojdestvoni nishonlayotgan bo'lsa, qo'shnim bo'lsa, muborak bo'lsin deb qo'yaman unga. Buni nima uchun aytaman desa, biz ulamolarimiz aytadiki, bu muomalatul misl tajammul deyiladi. Nima degani? U ham hayit qilib tabrikni dedi. Qo'shniga bunaqa muomala qilishni Qur'on o'rgatadi. Qur'on aytadiki, "Va idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha" deydi. Bu yerdagi tahiyya kalimasi salomdan ko'ra tabrikka ishlatiladi asl arab tilida. Ulamolar buni salom deganda, bir odam salom bersa, undan afzalroq salom bergin deb onda buyuradi. Lekin bir odam seni tabriklasa, undan afzalroq tabrik yuboring. Chunki salomda ham tabrik bor-ku. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deysiz, tabrik bor. To'g'rimi? Biz ayni tolerantmiz islom nuqtai nazaridan. Lekin bizni qabul qilishmayapti. Ular masalan siz ham sizni gapingizni qabul qilishimizni talab qilyapsiz. Radikal deganda siz tushungan narsani tushunishimizni talab qilyapsiz. Bu radikalizm bu. Izoh bersam bo'ladimi? Bo'ldimi? Men domla meni gapimni hamma qabul qilsin demadim. Men faqatgina savol bilan kirganman u yerga. Qanchalik to'g'ri deb savol bilan kirganman. U yerda hech qanaqa meni gapim to'g'ri deyilmagan. E'tibor qilgan bo'lsangiz. Mana yana radikalizm qilyapsiz-da, shunaqa degansiz. Nima deganman? Siz masalan sizni masalan siz xato degan narsani qabul qilmasak, biz radikal deyapsiz. Yo'q, men unaqa demayapman. Shunaqa deyapsiz. Xato desa, ular sizning fikringiz xatodir, lekin bizning fikrimizcha yo'q deganlarga, xo'p, men sizlarni tushundim deb ko'piga aytdim. Xo'p, sen tushundim bo'ldi dedim. Sen uchun to'g'ri u narsa, men uchun noto'g'ri dedim. Yo'q, bu bo'lsa to'g'ri masalan. Mana shu fikrlarni, ya'ni erkinligi, tolerant bo'l, lekin tolerantlik, lekin siz unaqa demayapsiz. Sizlar radikalsizlar. Siz bilmaysiz-ku, ular bilan gaplashganda siz yo'qsiz-ku. Men ular bilan gaplashdim. Menga ovozni ham tashlab berishdi. Men undan Yo'q, undan oldingi gaplardan keyin aytyapman. Yo, o'sha gapni aytyapman. Keyin sizni ani YouTube'da chiqib olib sharhlaganingizni ham ko'rdim. Sizda iste'dodlar. Qayerda men o'sha yerda radikallik qilib sizga nisbatan yomon gap gapirdim o'sha YouTube'da. Yo'q, siz ko'rmurutlar deyapsiz. Men undan Qur'onni so'ramayapman deyapsiz. Sizda o'ta radikallik emas, savodsizlik bor. Savod ya'ni sizga nisbatan aytildimi o'sha ko'rmurit? Yo'q, tushunchangizda muammo bor. Jumlalarni tushunmaysiz. Nima haqida gap ketyapti? Matn tahlili degan fan bor filologiyada. Matn qanday tahlil qilinadi? Bir jumla tuzilsa, u jumla nimaga urg'u berilyapti? Bir misol keltirsa, nimaga misol keltiryapti? Uni tahlilini bilmayapsiz-da, gapni aylantiradi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana 6 marta qayta so'radim deyapti. Qayta so'radim degani tushunmayapsiz siz. O'shaning uchun qayta so'rayotgan bo'ladi. Xo'p, domla. Yana bitta savolim o'sha islom to'g'risida. Islom to'g'risida bersam bo'ladimi, domla? Bering. Islom haqida. Boshqa dindagilar bo'yicha-da o'sha savolimda islom misol uchun Mumtahana surasi bormi? Men uncha bilmayman, o'qimaganman, to'g'ri sizdan so'rayapman. Mumtahana bor, Mumtahana. Mumtahana surasining 8-oyatida nima deyilgan? Ha cho'zilmaydi. Mumtahana. Mumtahana. 8-oyatida nima deyilgan? Hozir ko'raychi. Raqam bilan yodlamaganman-da. Keling, men esa aytib bersam, shuni tasdiqlaysiz bo'lmasam. O'qib beraman. O'qing. Alloh taolo bunday deydi: "Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni yurtingizdan chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmas" degan. Albatta Alloh adolatli kishilarni sevar degan. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bormi shunaqa? Bor. Demakki men nima uchun bu narsalarni aytyapman? Men hech qanaqa o'sha gapim radikal fikrlovchi degan ma'nosi. Men siz tolerant ekansiz dedi o'tganda. O'sha men tolerantman. Tolerantlik degani bag'ri kenglik, ya'ni dunyo qarash hammanikini hurmat qiluvchi degani. Radikal degani u faqatgina yo'q, mana u to'g'ri, u noto'g'ri deydiganlarda endi yo'q, mana u to'g'ri, men
sizniki xato deydiganlar radikal fikrlovchi deb o'shani aytdim men. O'zbekistonga yomon ma'no aytmadim. Bu 9-oyatni ham tortish o'qingda. kerak. 9-oyatda sizga raddiya borda. Unaqa bitta oyat tushunib olib, men mana shu bilan unaqaman demaysizda. 9da urushinglar deyapti-da. Aha. Ya'ni asosan islom dini nimaga chaqiradi boshqa dindagilarni qanday ko'radi degan savol bergandim. Yo, hozir mumtahana nima uchun keltirdingiz? Mumtahana nima uchun? O'sha keltirilgan ekan mumtahana surasi 1-o'rinda. Yo'q, mumtahanani o'sha Alloh taolo la yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid din deyapti-da. Din yo'lida sizlar bilan urushmaganlarga yaxshilik qilishdan Alloh qaytarmaydi. Va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrukum deyapti. Diyoringlardan sizlarni chiqarmaganlarga yaxshilik qilishdan, adolat qilishdan qaytarmaydi deyapti. Davomida aytayaptiki, o'sha oyatning davomida. Innama yanhakumullohu anil ladina qatalukum fid din deyapti. Din yo'lida sizlar bilan urushadiganlarga va akhrajukum min diyarikum, sizlarni diyoringlardan chiqaradiganlarga va zahru ala ikhrajikum an tawallawhum, ular bilan do'st bo'lishlikdan. Sizlarni, ya'ni Alloh sizlarni din yo'lida sizlar bilan urush qiladigan, sizlarni yurtingizdan chiqaradigan va chiqarilishingizga yordam beradigan kimsalarni do'st tutishdan qaytaradi. Siz mana shuni radikalizm deyapsiz. Kim ularni do'st tutsa, tamom eshitding. Kim ularni do'st tutsa, ko'ryapsizmi? Ana o'shalar zulm qiluvchilar deyapti. Dushman tutib ularni deyapti. Men siz bilan gaplashganimizda meni haqorat qilyapti. Men bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashganda o'ta madaniyatli suhbatimizdan keyin o'zini gruppasiga kiryapti-da, o'qituvchi o'sha aytgan odam. O'zini gruppasida aytayaptiki bolalarga, men deyapti Abrorni tutib ketmoqchi edim, urush qo'zg'amoqchi edim, o'ta madaniy saviyada gaplashib, urushga yo'l bermadik, deyapti o'zini gruppasida. Men juda chiroyli gaplashdim bilan. Keyin bu joyda aytayapti bu apirist deyapti, bu mashannik deyapti, bu eshak deyapti. Keyin men uni bu joyda ushlab olyapman, menga qarab hezalak deyapti. Sen kecha men bilan gaplashdingmi deyapti. Nimaga yuzimga gapirmayapsan bu gapni deyapti. Deyapti. Keyin taqib qochib ketyapti. Kim aytyapsan sen shunaqa odamlar shunaqa deyapti. Endi bitta bir narsa bor, Azamatjon. O'zingizga kerak bo'lganda 8-oyatda dalil qilib, sizga qarshi 9-oyatda o'qimasangiz, sizni bizni istilohimizda dinfurush deyiladi. Chunki Qur'onda atu'minuna bi ba'dil kitab va takfuruna bi ba'd degan oyat ham bor. Kitobning ba'zi oyatlariga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi degan. Qur'on bitta oyatdan iborat emas. Radikalizm deb siz ta'riflayotgan narsa 9-oyatda turibdi. Radikalizm emas, biz hammaga ochiq. Buni ateistman gaplashdim, eshitdingizmi? Ateistman, deistman degan bola bilan gaplashyapmiz. Uni nima bosim o'tkazdim? Nima haqorat qildim buni? Hech madaniyatdan chekinglarimiz yo'q. Men ataylab savol berganimda siz eshiting deb savol berdim bunga ham. So'zingizni bo'lishga majburman, uzr domla, chunki siz meni men ham hozir sizni menimcha ovozingizni bekitishga majburman. Ovozingizni bekitish. Keling, men o'shanga misol keltirib ketaman, nima uchun aytganimda. Yo'q, siz nima uchun aytganingiz ham kerak emas. Chunki men bir misol aytlayapsiz-da meni siz. Chunki aybingiz 100% isbot bo'ldi-da hozir. Men tuhmat sizni. Bekitishimning sababi, Azamatjon bekitishimning sababi do'stlar. Bu odamni 1 soat, 1,5 soat YouTube'da meni gaplarimni sharhlaganini ko'rdim-da men. Bu odamda tushunish funksiyasi o'chib qolgan. Yuqoridan bek aytgan singari, asosan nafsiga yoqqan narsani to'g'ri deb biladi bu odam. Ta'riflarni qabul qilmaydi. Hozir yuqorida Mumtahana surasining 8-oyatiga ko'ra, men boshqa dindagilarni yaxshilik qilishimga mumkin ekan-ku deyapti. Bu ChatGPTdan tolerantlik haqida so'ragan, shuni bergan bo'lsa kerak. Endi 9-oyatda bizga gapiryapti Alloh taolo. Dushmanlik qilsa, bizni haqorat qilsa, dinimiz ustidan kulsa, bularga keskin gapirish. Bu yerda Alloh taolo do'st tutsangiz rozi emasman deyapti. Zolim bo'lasan do'st tutsang deyapti. Ularga dushman bo'lishimiz kerak. Endi men bu bola bilan gaplashib, bunga yana yangitdan jumlalarni tushuntirishga vaqtim yo'q. Buni misol keltirib ko'p odamga mana shunga o'xshagan tushunarsiz holatdan chiqib ketishligini tavsiya qilishning foydasi yo'q. Bu odamlarda tushuncha dunyosi ancha zadalangan. Tushuncha yo'q. Imkoni yo'q. O'rtada mezon yo'q qabul qiladigan. Bir odam bir mavzuni hayo asosida gaplashaman desa, ikkinchi taraf hayo qilmasa, mavzu yechilmaydi. Siz hayo qilib o'tirasiz, qarshi taraf hayo qilmaydi. Imom Shofiyning zo'r gaplari bor. Ajoyib gap shu. Men degan bitta dalil bilan degan 40 ta olimni ilzom qildim degan. 40 ta olimni mot qildim degan. Lekin 40 ta dalilni johilga keltirdim, johilga yengamadim degan. Yengib bo'lmaydi, iloji yo'q. Yo'q, chunki lug'at yo'q. Yutqizganini ham bilmaydi. Shaxmatdan misol keltiradi bizning ustozimiz. Shaxmat o'ynayapsiz bilan shaxmatning qoidasi bor, to'g'rimi? Otga yuradi, silon gorizontal yuradi, vertikal yuradi, ladya unda hammasi bor. Siz 2 yetor yuryapsiz pechkani. U sizga chetdan o'ynayapti. Chertyapti ularni. Hey, bu chertish bo'lmaydi bu. Desa, ha, bu sizdan kulyapti. Men yutdim deyapti. U yutqizgan mot bo'lganini bilmaydi ular. O'shaning uchun foydasi yo'q do'stlar. Birga Xoqon nima qo'l ko'taryapti? Nimani gaplashmoqchi bu? Bunda ham anaqa buzilgan-ku. Bu so'kadi, madaniyatsiz odam. Mayli. Nima qilsa suhbatlashib ko'ring, ana bilmadim. Yo, nimasini suhbatlashamdi? Bu anaqa-ku. Tangri ishkol bor-ku miyasida. Yo, miyada ishkol bor-ku bu odamni. Ishkol bor. Bu anaqada ozgina yotish kerak. Psixologik больницada. Muammo bor bunda. Foydasi yo'q. Bu ham mezonni tushunmaydi, tanimaydi. Xo'p. Mavzuga aloqador kimda savol bor? Xo'p, mavzuga aloqador shu